Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi natijalarimiz. 1,5 kilo unimiz 2 kiloli eng kattasi. 1,5 kiloli. Ular 1 kiloli bo'lib qoladi. Kattalaridan bo'ldi. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana natijalarimizni ko'p qilishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Buni yosh bolalar ham yeyishli qilish uchun juda qilib kesishimiz yaxshi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qilsak maydalam qiltanoqlari maydalanib ketadi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yosh bolalar ham yesa bo'lgidek bo'lib, chiroyli bo'lib yaxshi pishadi. Hamma mazasi arasiga o'tadi. Pishirish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Kuzatib boringlar obunachilar. Assalomu alaykum aka-uka. Alg'osh qozlari balonizni qo'yib olamiz. Assalomu alaykum. Mana hozir maydalab o'rtasidan bo'lib oldik baliqlarni. Buni jarayon davom etyapti. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa pishganini ko'rsatamiz. Pishirish jarayonini ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Mana bu galina bilanki lubimi chesnok aralashgan tuz, zira, nomongon qalampiri deydi, tuyulganini. Buni kashish donamiz. Baramiz jarayoni yaxshi ketyapti. Hamma narsani keyin sepasizlar. Oldin pishirib olib, keyin sepiladi. Mana hozir jarayonimizda tuzlarni sepishni boshlaymiz. Serchisni qilsalaring yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Chirani jo'ray.